Qur'onda tilga ilingan mazlumlar va Uyg'urlar. Abdori Abdullah Arman. Ovchining o'qiyasi bo'lsa, kiyikning xudosi yo'qmikan? İnsan o'g'li dunyoga kelgandan tartibla haq bilan batil o'tirisidagi kurash mavjud bo'lib keldi. Bu kurashda ba'zida haqiqat g'alaba qilib, adolat hukm surib, insonlar xushal-xuram baxt saodat ichida yashasa, ba'zida zolimlar g'alaba qilib, ojizlarni bo'zaq qilib, ularni qon yig'iltib keldi. Allah'ның insonlarga qilgan cheksiz in'omi, hayotimizning mezoni bo'lgan Qur'oni Karim bizga hayotimizda duch keladigan qiyinchiliklar va ularni hal qilish choralari, shundaqla beshimizga kelgan musibatlarga qanday muomala qilish, duchor bo'lgan azob-uqubatlarimizdan qanday qutulish, izzatimizni qanday qaytarib olish, qisqasi butun hayotimizning xaritasini bizning sharoitimizga uyg'un holatda ro'shan oyat, go'zal o'rnak, ibratli qissa, yo'l yo'riq, buyruq va tanbihlar orqali bizga ko'rsatib sizib bergan edi. Afsuski uzun yillardan beri Xitoyning ig'ir zulm sistemlari ostida yashab kelayotgan xalqimiz Qur'onning sabrga qilingan targ'ibotlardan boshqa ko'rsatmalarga ancha ahamiyat bermayotdi va yoki ba'zi kishilar kun sayin kuchayotgan zulmlar sababli Allohning yordamidan umidini uzgan bo'lsa, bir qismlari zulmga hech qanday qarshilik qilmay, beshimizga kelgan musibatlarga sabr qilib o'tirsaqlar, ovchining o'qiyasi bo'lsa, bizning Allohimiz bor. Bizni Xitoylardan o'zi qutqizdi deb barcha umidni Allohga bog'lab, har qatim Xitoylar azroqli falokatga yo'liqsa, o'zining ideyasining to'g'ri ekanligidan faxrlanib, Allohning uningga yuklangan majburiyatlarini ado qilmasdan bahramand yashab kelyapti. Bu maqolada Qur'ondagi zulmga uchraganlar haqidagi bayonlar va ularga berilgan ko'rsatmalardan bir qanchasi ustida to'xtalaman. Zulm haqida qisqacha tushuncha. Uyg'ur tili izohliq lug'atida zulmni kuchliklarning ojizlarga, zolimlarning mazlumlarga, hukmronlik qilguvchilarning hukmronlik qilinuvchilarga soldigan jabr jafosi, shafqatsiz ezish, istibdodlik, milliy zulm, sinifiy zulm deb izohlaydi. Zulm so'zining lug'atdagi ma'nosi haqsizlik qilish, uval qilish va haddidan eshish deganlik bo'lib, bir narsani o'z o'rnida qo'ymaslikni ko'rsatadi. Zulm so'zi istilohda ko'plagan ma'nolarda keladi, ammo hammasi haqiqatdan burilib nahaq ish qilish degan ma'nodan chiqib ketmaydi. Qisqasi, qilishga tegishli ishni joyida qilmaslik va uni boshqacha qilish zulmdir. Ammo zulm so'zidan mas'ullarning qo'l ostidagilarga va hukumatlarning xalqqa qiladigan zulmlarni tushunib olish uchun xatolikdir. Chunki zulmning turlari intayin ko'p bo'lib, hayotlikning hamma sohalarida va insonlarning ko'pinchasida degudek ko'rilib turadi. Yuqorqi izohlardan zulmning shakli har xil haqsiz ish faoliyatlarining ko'zda tutilganligini ko'rib olaymiz. Qur'ondagi zulm hukmi. Qur'oni Karimda nurg'un oyatlarda Alloh insonlarni halokatga elib boradigan jinoyatlardan ogohlantirgan. Jumladan, zulm ham Alloh eng ko'p ogohlantirgan qabih qilmishlardan biri hisoblanadi. Qur'oni Karimda zulm so'zi o'xshamagan shakl va ifodalar bilan 289 o'rinda tilga ilingan bo'lib, har o'rinda o'xshamagan hukmlarni ifodalab keldi. Ularni tuvandagi 3 cho'ng turga ayirishga bo'ladi. Birinchi, e'tiqodiy zulm. Bu Qur'oni Karimda eng ko'p takrorlanadigan tur bo'lib, Allohga shirik keltirish, uni inkor qilish, ilohlik da'vosi qilish, uning buyruqlariga bo'yintovlik qilish va uning ism sifatlariga shak keltirish qatorliq e'tiqodiy masalalardan iborat insonning ig'ir oqibatga, do'zaxga mahkum bo'lishiga sababchi bo'ladigan Alloh bilan banda o'tirishidagi aqidaviy faoliyatlardagi zulm ko'zda tutiladi. Alloh taolo mundaq deydi: O'z vaqtida Luqman hakim o'g'liga nasihat qilib, "Ey o'g'ilchiqim, Allohga shirik keltirmagin, shirik keltirish haqiqatan zo'r gunohdir" dedi. İkinchisi, ijtimoiy zulm. Ijtimoiy zulm insonlarning kishilik turmushidagi o'zaro munosabatlarda paydo bo'ladigan zulm bo'lib, Qur'oni Karim va hadis sharifda uning nurg'un turlari bayon qilingan. Masalan, boshqalarning haqqini yevilish, ota-onani qaqshitish, qulum qo'shnilarga azor berish, ota-onalarning bolalarga zulm qilishi, erlarning ayollarga, ayollarning erlarga zulm qilishi, so'd-setiqli saxtapazlik qilish, hayvonotlarga zulm qilish, nahaq odam o'ldirish va uningdan boshqa hayotimizdagi har xil nahaqchiliklar ko'zda tutildi. Olimlar ijtimoiy zulmning xarakteriga qarata tuvandagidek 4 turga ayiradi. Nahaq qon to'kish, boshqalarning mol-mulkiga ziyon selish, yuz obro'yiga chiqilish, sinifiy ayrimchilik. Alloh taolo mundaq deydi: Allohning roziligini deb aytganda oqshomda Parvardigorga ibodat qildiganlarni yiningdan qo'g'ilib etmagin. Ularning hisobidan sana hech narsa yuklanmaydi. Ya'ni ularning qilmishlari uchun sen javobgarlikka tortilmaysan. Sening hisobingdanmi ularga hech narsa yuklanmaydi. Ularni qo'g'ilib etsang zolimlardan bo'lib qolasan. Üçüncüsü siyasi zulm.
Bugün insanların hayat tertibini en köp parakende kılıvatkan, acizlar küçükler tarafından bozak kılınavatkan, uruş sokuş əvc elinıvatkan, qahatçilik açarçılıklarının yüz berişigi sebepçi buluvatkan, bolupmu musulmanlarının en köp izilişi ve bozak kılınışını keltirip çıkırıvatkani dal muşu siyasi zulümdür. Siyasi zulüm, siyasetdeki nahaqçilik, siyasi kemsitiş, adaletsiz saylam, siyasi çiriklik, qırğınçılık hareketleri, siyasi xiyanet, bastırış, siyasi adaletsizlik, baraberlik hukuku vermeslik, çetqiqiqiş ve irqi qırğınçılık qatarlıqlarını öz içiga alıdı. Mezkur zulüm haqqida Qur'oni Karim o'xshamagan shaklda to'xtalgan bo'lib, uning mazmuni zolim Firavun bilan Bani Isroil voqealigida eng ro'shan ifodalangan. Alloh taolo mundaq deydi: Firavun va uning qo'shini Misr zaminida zulm qilib, iymon etishga bo'yintovlik qildi. Ular o'zlarini biz tarafga qaytarilmaymiz, ya'ni qiyomat va qayta tirilish yo'q, hisob elinishmi, jazoga tortilishmi yo'q deb gumon qildi. Qur'oni Karimdagi mazlumlar. Qur'oni Karim bizga tarixda o'tgan mazlum qavmlar va ularning zolimlikqa qanday qarshi turganligi, ularning sifatlari va ish harakatlari haqida nurg'un amaliy voqeliklarni sharhlab bergan. Qur'onning o qismlarini so'zlab berishidagi maqsad haqni haq ko'rishida mazlumlikqa mahkum bo'lgan musulmonlarning yo'lini tepib olishi uchun bergan signaldan iborat. Shunglashqa biz bu holatlardan qutulish uchun zulmdan qutuldirish xaritasiga murojaat qilishimiz, bizdan burunqilar mangan yo'lni izlab menishimiz kerak. Mazlum Bani Isroil xalqi. Qur'oni Karimda ko'p tilga ilingan qissalardan biri Bani Isroil qissasi bo'lib, bu qissadan musulmonlar har xil savoq va ibratlarni chiqara oladi. Bu qissa bo'libmi ularga o'xshash zulmga uchragan millatlarga nisbatan to'liq foydali va ma'nili qissa hisoblanadi. Qissaning qisqacha mazmuni: Firavun bir kuni qo'rqinchli tush ko'rdi va shuningdan keyin Isroil avlodini azoblashga boshlaydi. U ko'rgan tushida Baytul Muqaddasdan bir o't chiqib, u o'tning Misrdagi Isroil avlodlarining uylaridan boshqa misrliklarning uylariga kirganligini ko'rdi. U tushuning tadbiri Firavun podshohligining gumron bo'lishi Isroil avlodidan bir kishining qo'lida ekanligini bildirdi. Ba'zi rivoyatlarda mundaq deb kelgan: uning yanında davomli bila turadigan yaqinlari va Isroil avlodlari o'zlari uchun cho'ng bir davlat qurib beradigan bir kishining o'zlarining ichidan chiqishini kutib turayotganligini uning so'zlab berdi. Shu vaqtdan boshlab Firavun Isroil avlodidan tug'ilgan qiz bolalarni o'ldirmay, ularning ichidan tug'ilgan har qanday o'g'il bolani o'ldirishga va Isroil avlodlarini eng jaboliq va eng past ishlarga silishga buyurdi. Erlerini o'ldirib qirg'in qilsa, qiz ayollarini qo'l qilib xo'rlaydi. Firavun taxtidan ayrilib qilishdan qo'rqib, zulmning shiddatini texmi oshirdi, son-sanoqsiz kishilarni o'ldirib haddidan oshirdi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Shubhisizki Firavun Misr zaminida zulmgarlikda haddidan oshdi. Aholisini bo'laklarga bo'lib, ulardan bir toifa, ya'ni Bani Isroilni bo'zaq qildi. Ularning o'g'illarini o'ldirib, qizlarini xizmatga selish uchun tirik qoldirdi. Firavun haqiqatan buzg'unchilardan edi. O't o'raklarga tashlangan mazlum xalq. Bu qissa Qur'oni Karim va hadis sharif orqali intayin tafsili bayon qilingan bo'lib, mazlumlarning zolimga qarshi maydoni, mustahkam irodasi, son jihatda oz bo'lsa-mu sunmas ruhga ega oliyjanob fazilat haqida qimmatli o'rnaklarni namoyon qiladi. Bu qissa to'g'risida Alloh taolo Qur'oni Karimda bir surada alohida to'xtalgan bo'lsa, payg'ambarimiz alayhisalom Imom Ahmad Suhayb radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan sehrgar, rohib, kichik bir bola va o'rakka tashlanganlarning hadisida qissaning umumiy tafsilotini uzun hikoya qilib berdi. Qissaning umumiy xulosasi: Zalim padişahning bir qari sehrgiri bor bo'lib, u o'ziga shogird qabul qildi. Shogirdi bir rohibning vasitasi bilan Allohga iymon etdi. Bola o'zining iymon keltirganligini deb soladi va padişah rohibni tepib kelib, uni iymondan yenishga zo'rlaydi. U rad qilganda uni o'ldirib o'tadi. Navbat kichik bolaga kelganda padişah har xil usullarni sinab boqqan bo'lsa-mu, bolani o'ldirolmaydi. Oxiri bolaning degani bo'yicha butun xalqni maydonga to'plab, ularning oldida bismillah deb o'q uzgandilar, bola o'ladi. Neticede bu ajoyib manzarani ko'rgan butun xalq ammasi Allohga iymon etdi. Buni ko'rgan zolim podshoh darg'azab bo'lib, shaharga o'raklarni qo'latqizib, iymondan yanmagan musulmonlarni o'tqa tashlab qatl qildi. Musulmonlar dinidan yanmagancha qirg'in qilishni davomlashtirdi. Ko'chalarda musulmonlarni qilishdan o'tkazdi. Minglarcha musulmonlar qirg'in qilinadi. Onlarning ko'z oldida yurak parlari o'tqa tashlandi. Qur'ondagi mazlumlardan Uyg'ur xalqiga nazar. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, uzun yillardan beri Uyg'ur xalqi uchrab kelayotgan zulm sistem, azob uqubatlar kunsir ig'irlashmoqda.
Xalqimiz bizdən burunqi məzlumlar uçurğan barlıq zulümlərinin həmmə türünü, hətta bunundan ilgiri heç misli görülməyən zulümlərni beşdən keçiryotudu. Yuqoridagi qissada bayon qilingan Bani Isroil xalqi bo'zaq qilingan, ayollari majburiy ig'ir emgaklarga selingan, chetga qiqilgan, oilalar parchalangan, kichik bolalar qatl qilingan bo'lsa, Uyg'ur xalqi irqiy qirg'inchilikdan iborat bo'lgan bu zulmlarning eng yuqori pallasida tirkashmoqda. O'xshashlar ikkinchi qissadagi o'rakka tashlangan mazlumlar duch kelgan zulmlarga xalqimiz 5-yil Urumchi qirg'inchiligi, Elishq qatlami va uningdan boshqa vatanimizning har qaysi rayonlarida yuz bergan echinishli ommaviy shakldagi qirg'inchiliklarga duch keldi. Farzandlar ota-onalardan ayirib o'tildi. Navqiron yigitlar onalarining ko'z oldida etib o'tildi. Barna qizlar xorlandi, iffatlari dafsanda qilindi. Gerçi biz o'rak egilaridan necha ming yil keyingi bir davrda yashayotgan bo'lsak-mu, duch kelgan zulm va nohaq muomala bir-biridan farqlanmaydi. Qur'oni Karimda bizning navbatdagi ahvolimizga har tarafdan o'xshaydigan, bizga o'xshash zulmga uchragan qavmlarning qissalari tafsiliy bayon qilingan. Buni bir tarafdan bizga qilingan rahmat deb tushunsak, yana bir tarafdan ularning hayoti, zulmga qarshi tutgan pozitsiyasi, zolimga qarshi mustahkam maydoni va ulardan g'olib kelish jarayonidan o'rnak olishimiz, u jarayonlardan dars chiqarib, bu kulfatlardan qutulishimiz uchun sizib berilgan yo'l xaritasi deyish mumkin. Mazlumlarga yo'l yo'riqlar. Qur'onda bayon qilingan yuqorqi qissalarda va uningdan boshqa oyatlarda zulmga uchraguvchilarga yo'l yo'riqlar ko'rsatilgan. Tövəndə ulardan bir qanchasi o'tirib qo'yiladi. Birinchi, o'zini tunish. Özümüzni, kamchilikimizni, sahvalliklarimizni qancha yaxshi tunib yetalisak, tayyorliklarimizni shuningga qarata shuncha yaxshi qila olamiz. Natijada o'zimizni tunib yetgan chig'imizda o'zimiz bilan yuzlashib, sodir qilgan xatoligimiz va o'tkazgan sahvalliklarimizni e'tirof qilishga qarab yuzlanamiz. Shuning bilan masalaning hal qilish chorasini asli mohiyatidan izlashga boshlaymiz. Sodir qilgan xatolikning kelib chiqish manbasini o'zimizni Allohga topshirib turib izlasak, mohiyat va chiqish yo'li o'zligidan ochiladi. Masalan, Yunus alayhissalomning duosi buningga eng yaxshi namuna bo'la oladi. Men o'zimga zulm qilguvchilardan bo'ldim degan duosi va Nuh alayhissalomning duosidagi Rabbim men mag'lub bo'ldim, menga yordam qil deb qilgan duolari o'zini tunish, xatoligini e'tirof qilish, Allohdan yordam tilash qatorliqlarda texim ro'shan ifodalangan. Ikkinchisi, Allohdan yordam so'rash. Allah Taalaning Bani Isroil xalqiga bergan alohida yo'l yo'riqlaridan biri Allohdan yordam talab qilgan degan ko'rsatmasidir. Demisimi mazlumning eng chong yordamchisi Alloh tursa, Allohdan yordam tilmay kimga dardimizni aytamiz? 3-chi, sabab qilish. Bu masala uzun yillardan beri musulmonlar o'z loyiqida muomala qilolmay kelayotgan masalalardan biri. Bir qism musulmonlar umidini Allohga bog'lab, Allohning yordamiga erishishdagi sabab natija qonuniyatini butunlay nazardan soqit qilsa, yana ba'zilari o'z tirishchanligi bilan zulmdan qutulib ketadiganligiga ishonib yuradi. Bani Isroil qissadagi Musa alayhissalomning onasi o'ltirilish navbati kelgan buvoqini qutuldirish uchun murojaat qilgan. Buvoqni olib chiqib daryoga qo'yib etgan, orqadan qizini orqasidan ko'zitishga qo'yishning sababi va Allohga yalvorib qilgan duosida sabab natija munosabati tig'im ro'shan aks etgan. 4-chi, zulmga qarshi tayyorlik qilish. Mazlum millatlar eng zo'r ahamiyat berishga tegishli eng muhim ishlarning biri tayyorlik qilishdir. Alloh taolo mundaq deydi: "Dushmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'lingizdan kelishicha qurol kuchi jang eti tayyorlanglar. Buning bilan Allohning dushmanini, o'zingizlarning dushmaninglarni va ulardan boshqa sizlar bilmaydigan, Alloh biladigan dushmanlarni qo'rqitasizlar. Sizlarning Alloh yo'lida sarf qilganinglar mayli nima bo'lsa-bo'lsin, sizlarga uning savobi to'liq beriladi." Tafsirshunoslar bu oyatdagi tayyorlikdan askariy tayyorlik ko'zda tutilgandan boshqa yana zolimga qarshi urush qilish kuchiga ega qiladigan, o'z davrida kuch sinadigan ilm-fan, bilim-ma'rifat, iqtisodiy kuchga o'xshash barliq sohalarda tayyorlik qilishni ko'rsatganligini ta'kidlaydi. 5-chi, iymonda mustahkam turish. Agar mazlum xalq iymonida qanchalik mustahkam turib, Allohga shuncha yaqinlasha olsa, Allohning yordami u xalqqa shunchalik tez tushadi. O'rakka tashlangan xalq ichidagi ko'z oldida bolasi o'tga tashlanayotganda buvoqning zuvoniga kelib onasini mustahkam turishga rag'batlantirishidan bu nuqtaning texmi muhimligini his qila olamiz. Zulmga butun kuchi bilan qarshilik ko'rsatish, rozi bo'lmaslik kerak. Shundaqla zulmga uchragan xalqning qarshilik ko'rsatmasligi zulmning texmi uzunga so'zilib ketishiga sabab bo'lgan omil hisoblanadi. Shuningcha, agar cho'ng ziyonga olib bormaydiganlar bo'lsa, adoqqicha kurash qilish kerak. Musa alayhissalom va xalqining son va kuch jihatda shunchalik ojiz turib, zolim Firavnga ko'rsatgan qarshiligi haqda mustahkam turishidan bu darsni chiqara olamiz. 6-chi, kechalari tahajjud quturish.
Allah Taala Qur'on Karimda Musa alayhissalomga vahiy qilib mundaq deydi: "O'ldiringlarni namoz o'qiydigan joy qilinglar, namoz o'qinglar." Bu oyatda deyilgandek, mazlumlar kechalari Allohga yilinib duo qilishi, namoz o'qishi, ruhini poklab, o'zini qiyin vazifalarga hozirlash kerak. Bir oyatda Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga mundaq deydi: "Sana nafli ibodat bo'lishi uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ongin, ey Muhammad. Shunday qilsang, sening Rabbing seni madhilanadigan bir maqomga erishtirishi mumkin." 7. G'alaba nusratdan umidvor bo'lish. Allah bizga Qur'onda so'zlagan qissalar va tarixdan beri mazlumlarning Allohning yordamiga erishishi, bizni har vaqt Allohdan umidimizni uzmaslikka, bularning vaqtlik qiyinchilik ekanligi, Allohning bizga qo'ygan bir siniqdan iborat ekanligini asdan chiqarmasligimiz, o'zimizni har vaqt shu nusratga loyiq qilishga tirishimiz kerakligini eslatadi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: "Zalimlarning qilmishlaridan Allohni bexabar deb o'ylamagin. Allah ularni jazolashni shu kunning dahshatidan ko'zlar chekchiyib qoldigan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha kechiktirdi." 8. Uchragan zulmni so'zlashdan qochmaslik. Musulmonlar uchrayotgan zulmlarning turlari ko'payib, shakli qabihlashgancha, ular o'zlari uchrayotgan zulmni boshqalarga so'zlashdan qochadigan yoki so'zlashdan xijil bo'lib, uni bayon qilishni vijdonsizlik hisoblaydigan xato qarashlari paydo bo'lyotdi. Biz Uyg'ur musulmonlari ichida ham kunimizda Xitoyning natsiz jazo lagerlarida qiz ayollarimiz uchrayotgan zulmlarni so'zlashni adabsizlik, behayolik deb qaraydigan noto'g'ri qarash tarqalmoqda. Amaliyotda bandalarning barliq ahvolini yaxshi biladigan zot mushu nuqtaning o'zini Qur'oni Karimda tilga olgan va uningga alohida ruxsat qilgan. Alloh taolo mundaq deydi: "Zulmga uchrag'uchidan boshqa har qanday kishining oshkor yomon so'z qilishini Alloh yoqtirmaydi. Zulmga uchrag'uchining zolimdan shikoyat qilishiga va uningga duoibat qilishiga bo'ladi. Alloh zulmga uchrag'uchining duosini anglag'uchidir, zolimni bilguchidir." 9. Jamoatlashish. Jamoatlashish bo'lsa, dinimiz islom eng ko'p ta'kidlagan, mayli mazlum, mayli hur millatda bo'lsin, hammaga barobar shaklda zarur bo'lgan amallardan biridir. Bo'libmi mazlumlarga nisbatan jamoat ularning zulmdan tezroq qutulishi, Allohning yordamiga erishishida intayin muhim rol o'ynaydi. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda jamoatda barakat bor degan. Xulosa: har qanday bir kasalni uning manbasi va reseptini bilmay turib davolash mumkin emas. Shuningdek, o'zimizning ahvolini yaxshi bilmay turib, biz kirib qolgan bu cho'ldan to'g'ri yo'nalishni topa olishimiz imkonsiz. Butun koinot va insonlarning yaratquchisi bizga sizib bergan yo'l xaritasi bizning birdan-bir chiqish yo'limizdir. Bo'libmi dunyoda hech bir yordamchisi va yoki qo'llovchilar bo'lmagan g'arib Uyg'ur musulmonlari uchun bu zulmlardan eng tez qutulish yo'lidir.